Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, bizni kuzatib boruvchi qadrli obunachilar, men sizlar bilan har doimdek usta Dostonbek. Do'stlar, Tunuka baza jamoasi Qo'rg'on-Tepa tumanining Dardoq mahallasiga yetib kelgan. Juda ham ko'rkam bo'lgan Tunukalarni bu yerda hozir qilib bermoqdamiz. Ish davomida Xudo xolasa sizlarga qayerlar Tunuka bo'lgani haqida ko'rsatib o'tamiz. Videoni ko'rishdan oldin like bosib qo'ying, izohda fikringizni yozib qoldiring. Do'stlar, hozir ko'cha tomonini boshqa ham kasblarimiz qilib bergan. Biz ichkari tomonini Xudo xolasa boshqacha sal bunga o'xshagan stilda Tunuka qilib berganmiz. Ichkari tomonini ko'rsatib o'tamiz. Qo'rqmaylar ustalar. Charchab qolmayapsizlarmi? Xo'p, qadrdonlar, mana ichkari o'stirmasini polностью P shaklida tayyor apshkalariga qo'shib qilib berganmiz. Tarnovlarni ham o'rnatib berganmiz do'stlar. Ko'rish o'zingizlar guvoh bo'lishingiz mumkin. Xudo xolasa oq rangiga mokriy rangdan foydalanganmiz. Chiroyli holatda orqasiga novvoy shakldagi karnizlarimizni qatirib berganmiz do'stlar. Xo'p, bu tomonlarni ham Tunuka qilib berganmiz. Pastki tom qismining ham shapkasi ensiz ekan. Shunaqa eni 60-70 bo'lgan santimetrli o'stirma bo'lsa, xuddi shunaqa fasonda qilsangiz juda ham chiroyli o'tiradi. Oq rang, yorqin rang do'stlar, mokriy rang juda ham chiroyli o'tiradi oq rangga. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bu yerga ofshi 18,5 millionga tarnovlari bilan Tunuka fonimizni qilib berganmiz. 125 kvadrat atrofida Tunuka fon ketgan do'stlar. Xudo xolasa chiroyli holatda hozirda ustalarimiz yakunlab bermoqda. Vodiydan bo'lsangiz qadrdonim, bemalol murojaat qiling. Arzon narxlarda sifatli Tunuka fonlarni Tunuka baza jamoasi uyingizga qatirib beradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.